marta keldingiz mani oldimga? Bu ikinchi kelishim. Ikkinchi kelishingiz. Boshqa joylarga ham bordinglar. Bolangizni ko'rdimi xo'jangiz? Faqat rasmni ko'rdim. Birga kelmagan. Kelishdan xohlaysizmi? Juda ham xohlaysiz. Ko'rdingizmi? Juda ham xohlaydi. Sizlar bilan kelish kerakligini biz sizlarni tushunamiz, hurmatli erkaklar. Sizlar oilani обеспечение qilishlaringiz kerak, pul topishlaringiz kerak, boqish kerak. Hozir aytasiz, nima biza boramiz, vaqtimiz bormi, ishlashimiz kerak, ishdan ruxsat bermaydi. Lekin bu daqiqani qaytmas. Chunki siz boshqa bunday holatda bolangiz 25 hafta 2 kunligida kela olmaysiz. Va buni ko'rsata olmaysiz. Ammo ichingizga solib qo'ysangiz ham ertaga o'sha 25 hafta 3 kunlik bo'ladi. Bunaqa chiroyli rasmlari chiqishi boshqa nima deydi? Boshqa bolangizda bo'lishi mumkin bo'ladi. Birinchi homilam bo'lyapti. Eshitib o'tirgan bo'lsanglar, ayollarimizni podдержка qilamiz, tekshiruvlarga ayollar bilan kelamiz.